Etilish yo'q deyish qayerda tashqaridami, ichkaridami? Yo'q deyishadi. Ana bunaqa bo'ladi-yu, bilan so'raysizda, maylimi Turkiyaga borsam, yo'q desa, bo'pti mayli. Likildog'i ham bor, isterichkasi ham bor, har xil ko'rinishimiz bor. Kimga shart qo'yamiz? Mana men shu narsani erimdan so'rayapman. Erim menga ha deyish kerak. Kimga shart qo'yamiz? Sen menga majbursan, sen menga ha deyishing kerak. Majburiyat yuklaganimizda shart qo'yamiz. Ayolga hamma narsaga pul bor, eriga, bola chaqasiga pul bor, lekin o'ziga kelganda puli yo'q. Bu anaqa bizning o'sha ayolligimizga achinarli holatimizda, chunki hayotimizda hamma bor, hayotimizni hamma bilan to'ldirib tashlaganmiz, lekin hayotimizning ichida o'zimiz yo'qmiz. Endi qarang, yo'q bo'lgan odamga qanaqa xohishi bo'lishi mumkin? Yo'q bo'lgan odamni qanaqa qilib xohishi kelishi mumkin-da? Birinchi o'rinda biz bor bo'lib olishimiz kerak. Mana sizlarning hammanglarning gapinglarni umumiy qilib aytadigan bo'lsam, ayol o'zini tabiati bilan tanishish kerak. Tanishish birinchi o'rinda bu tanasi bilan tanishish bo'ladi. Undan keyin hislari bilan tanishadi, unaqa fikrlari bilan tanishadi. Nima bor meni ichimda? Bizning ichimizda har xil obraz bor. Yaxshisi ham bor, yomoni ham bor, likildog'i ham bor, isterichkasi ham bor, har xil ko'rinishimiz bor. Birinchi o'rinda o'zimizni tanishdan boshlashimiz kerak-da. Men hayotimda bor bo'lganimdan keyin meni xohishlarim paydo bo'lishni boshlaydi. Men bu narsani ichkim kelyapti. Bilasizlarmi, o'zbek mentalitetida men bu narsani xohlayman degan narsa yo'q bo'lib ketadi. Chunki o'zimda shunaqa bo'lgan. Men xohlayman, men qilgim kelyapti, men bergim kelyapti, olgim kelyapti degan narsa yo'q bo'lib ketib qolganman-da. Birinchi o'rinda xohlashni boshlashim kerak. Siz aytdingiz, so'rashni boshladim. Men buni xohlayapman. Menga bunaqa qarang, ovqat yeyotganimda qarang. Bu juda ham oddiy narsalar, lekin bizning mentalitetimizda bu o'zimizga ruxsat bermaydigan narsalarimiz. Birinchi o'rinda ishni, agar sizga pul yetmayotgan bo'lsa, pul qizg'anayotgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda xohishlaringizni озвучивать qilishdan boshlashingiz kerak. Men anaqa xohlayapman, gazli emas, bez gaz suv xohlayapman, men bunaqa shokolad xohlayapman. Yo'q, qog'ozi bor ekan, bunaqasini xohlamayapman. Ya'ni biz menga nima yoqadi, menga nima yoqmaydi, buni bilib olishimiz kerak. Har bitta insonni, har bitta lичностьni o'zini shaxsiy chegarasi bo'ladi-da. Shaxsiy har bitta lичность bu bitta davlat deb qarayman-da. O'zini madhiyasi bo'ladi, o'zini gerbi bo'ladi, o'zini kodeksi bo'ladi. Har bitta shaxs buni o'zini kodekslarini, o'zini madhiyasini, o'zini gerbini, nima unga to'g'ri keladi, nima kelmaydi, qadriyatlarni bilib olish kerak. Biz buni bilib olmasimizdan oldin bizni nima deydi? Bor bo'la olmaymiz hayotimizda. Hayotimizda bor bo'ldik, nimadirlarni, meni xohishlarim nima, xohlamasliklarim nima, qadriyatim nima menga to'g'ri keladi, nima menga to'g'ri kelmaydini bilganimizdan keyin buni og'zimizga chiqarishimiz kerak. Etishimiz kerak. Atrofimizda kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu farzandingiz bo'ladimi, qayningiz bo'ladimi, eringiz bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar etishni boshlashimiz kerak. Biz aytishdan nimaga qo'rqamiz, bilasizlarmi? Yo'q degan javobni olishdan qo'rqamiz. Bizani rad etib yuborishdan. Rad etishidan qo'rqamiz. Agar biz kimdir, misol uchun eringizdan nimadir so'rasangiz, o'sha yo'q dedi, yo'q degandan keyin bizda nima bo'ladi? Men unga kerak emasman. U meni yana boshqa narsalar bilan biz sachitatsiya qilib tashlaymiz. Da. Yo'q, qaranglar. Biz kimga shart qo'yamiz? Mana men shu narsani erimdan so'rayapman. Erim menga ha deyish kerak. Kimga shart qo'yamiz? Sen menga majbursan, sen menga ha deyishing kerak. Majburiyat yuklaganimizda shart qo'yamiz. Majburiyat yuklagan hech qaysi xohishimiz anaqa bo'lmaydi, bilasizlarmi? Nima deydi? Amalga oshmaydi. Sen menga qilib berishing kerak. Puli bor, mana misol uchun shunaqa bo'ladi. Puli ko'p erkaklar bo'ladi, lekin xotiniga qilib bermaydi. Nega? Xotinini naqasida, fikrida, men senga shuncha xizmat qildim, sen menga qilib berishing kerak, sen menga qaytarishing kerak. Ya'ni nima deydi? Обязанность, majburiyat yuklaymiz-da. Munosabatlarni o'ldiradigan eng yomon narsa majburiyat yuklash. Sen ayolsan, sen ersan, sen farzandsan. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bitta o'zingizlarning hayotingizda shu narsani praktika qilib ko'ringlar. Rollarni olib tashlaymiz. Biz turmush o'rtog'im bilan shunaqa rol o'ynaydi. Davay, er-xotin emasmiz deb boshqa rolga kir. Shunaqangi interesni. Men shuni farzandlarim bilan qilib ko'rdim-da. Farzandlikdan chiqardim-da, tasavvur qildim, o'sinim bolasi. Qanaqa munosabatda bo'lardim? Men buni olib kelib bor, maylimi? Qilib berasanmi? O'sha majburiyatni olib tashlagandan keyin sразу meni rolim o'zgaryapti. Majburiyatni olib tashlash zo'r narsa. Eringizdan ham majburiyat erinmasdi. Какой-то yonimdagi erkak, yonimda yashayapti, misol uchun, uyimdagi anaqam, o'rtog'im deb qarasangiz, unga boshqacha munosabatda bo'lishni boshlaysiz.
Xo'p, endi agar siz o'zingizga ruxsat bera olmayotgan bo'lsangiz, sizga kelganda pul yo'q bo'layotgan bo'lsa, demakki biling, mana shu o'sha xohlayotgan narsangizni olganingizda siz o'zingizni aybdor his qilasiz. Siz rad etilishdan qo'rqasiz. Birinchi qo'rquvlaringizni ko'rasiz, aybdorlik hislaringizni ko'rasiz. Aybdorlik hissimizni ko'ramiz, aybdorlik hissini yashashimiz kerak. Xohlasak, xohlamasak biz u hissni yashaymiz. Yo kimdandir rad etilish javobini eshitib yashaymiz, yoki bo'lmasam ichimda hozir men erimdan so'radim, nimadir so'radim, mashina so'radim, menga yo'q deyapti. Yo'q, senga hech qachon mashina olmayman. O'tirdik o'sha anaqa tashlanilib ketilgan, men unga kerak emasman, meni sevmaydi degan hissni yashaymiz. Va so'rayotganimizda yana muhim narsa menga hozir so'raganda ha javobini beradi degan narsani olib tashlab so'rashimiz kerak. Haga ham yo'qqa ham anaqa tayyor bo'lib so'rashimiz kerak. Mana shu narsa важный narsa. Har doim oldimizda ikkita yo'l turadi. Yo'q ha yoki yo'q, yoki yaxshi yoki yomon. Qaqqadir ketyapsizmi? Agar mard bo'lsangiz, o'sha yoqqa ketishga tayyor bo'lsangiz, ikkita javobga rozi bo'lamiz. Mana siz Turkiyaga ketmoqchi kollektivingiz 15-martda, mayda. To'g'rimi? Birinchi o'rinda ichki qaroringizni qo'yib olishingiz kerak. Masjidga men borgim kelyapti. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, men masjidga borgim kelyapti. Erim yo'q deydimi, dodam yo'q deydimi, adam yo'q deydimi? Masjidga borgim kelyapti. Ichki qaroringizni qo'yib olasiz, borasiz. Adasi 15-mayda ketishayotgan ekan. Bilaman yo'q deyishingiz mumkin, bilaman bir narsa deyishingiz mumkin, lekin rosa borgim kelyapti. Javobingiz menga qiziq emas. Qulog'ingizni yopib oling. 15 marta so'rang, 16-martasi mayli deydilar. Da. Oboyingizmi? Da. Yo'q dishlariga hop deb o'tiraman. Da. Menga qolmay qoladi, menga yetmaydi degan fikr bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha narsani men hali o'sha xohishimga tayyor emasman. Mana shu narsani men xohlamayapman. Xohlaganimizda, addushi qalbdan xohlaganimizda yo'q deydimi, ha deydimi, umuman qizig'i yo'q. Borgim kelyapti, boraman, borgim kelyapti. Qilaveramiz. Birinchi o'rinda bu katta narsa, loyiqligimizni ishlashimiz kerak. Aybdorlik hissimizni, qo'rquvlarimizni, ozgina hayotda agar bularni ishlamagan bo'lsangiz ham, ozgina hayotda mard bo'lsangiz, anaqamiz tezligimiz, skorsimiz namnoga anaqa bo'ladi, nima deydi, tezroq bo'ladi. Shuning uchun o'zingiz loyiq ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga o'zingiz yetmayotgan bo'lsa, farzandlaringizga bor, sizga yo'q bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda mashq xohishga hali men tayyor emasman, o'zimga ruxsat bermadim deysizlar. Mabodo tayyorman bo'ladigan bo'lsa, nimandir qiziq ikkita variant chiqadi har doim bizda sinov. Hozir mana shu anaqaga men $100 ga o'zimga kiyinib kelaman desiz, sraz bolingizda nimadir problemasi chiqadi. Ana o'sha yerda siz sinovdasiz. O'tasanmi yoki yo'qmi? Keyingi safar agar o'sha pulni o'zingizga ishlatmasangiz, keyingi safar sizga pul berilmaydi xohishlaringizga. Baribir bu xohishini, ehtiyojini yopmaydi deydi. Sizni ehtiyojingiz doim ochiq qoladi. Ya'ni bolalarimizning ehtiyojiga har doim pul bor. Nega? Chunki ularga ayamaymiz. Ikkita yo'l chiqadi, ikkita yo'l chiqqanida sinov keladi. Ana o'sha yerda o'zingizni xohishingizni tanlasangiz, bo'ldi, o'tdingiz. Ya'ni bitta loyiqligingizni ishladingiz, bitta o'zingizga ruxsat berdingiz degan. Hamma tupurishiga ham rozi bo'laman. Da, rozi bo'lish. Hamma mendan voz kechishiga, yuz o'girishiga roziman. Yomon kelin bo'ldim, yomon xotin bo'ldim, yomon bir narsa bo'ldim, roziman, хорошо. Lekin borgim kelyapti, lekin qilgim kelyapti. Shu paytda zonti tutasizlarga xayolan Hozir yozib qo'yganman, o'zi nima bilan o'zgartirman deb. Anaqa Dilrabo. Siz hozir mashinadan keyin nima o'zingizga anaqa asoslangan oldingiz? Men har doim shunaqa ish qilaman o'zim. Hozirgi savolingizdan, aytganingizdan hamma qilayotganlarim to'g'ri ekan degan javob oldim. Boshqacha yo'l yo'q, o'zi rostdan ham. Yoki hozir tanlov qilib yurasa, yoki 10 yildan keyin poylab o'shanda yurasa. To'g'ri, mana anaqam shunaqa. Ya'ni sizdan yuz o'girishlarga rozi bo'lasiz. O'sha aytgandek zonti hozirda tutib turaman, xayolan o'tmagunimcha mayli deb. Rahmat. Ma'mura siz ham nima qiling? Zo'r texnika haqiqatdan. Menimcha men sinab ko'rmagan ekanman hech ham. Hech ham sinamagan. Yo'q, men hech ham sinamaganman. Lekin xohlaganimda o'ylab qarasam, o'zim xohlagan narsalar har doim bo'lgan ekan. Balki rostdan qaysidir narsalarga o'zim ichimdan baribir yo'q deyshadi. Qo'yishni so'ramay qo'ya qol shuni. Baribir o'xshamaydi degan o'zimga nisbatan ishonchsizlik bo'ladimi yoki vaziyatga nisbatan barqaror fikr bo'lmaydimi, bilmayman.
anavi qanaqadir manda o'sha imенно tursiyaga nisbatan ham shunaqa точный mani jo'natishmaydi hozir aslida qarang rad etilish yo'q deyish qayerda tashqaridami ichkaridami birinchi yo'q deyishadi ana bunaqa bo'ladi-yu, bilan so'raysizda maylimi tursiyaga borsam yo'q desa bo'pti mayli anaqa qilib oldim galchik qo'yib oldim yo'q degan raqamga Ayblasdi, aybdor. chunki